Hozir sizlar bilan Chery avtomobillarni kredit tartiblari va rassrochka tartiblari haqida gaplashib o'tamiz. Hamma avtomobillarni aytib o'taman. Video ozgina uzunroq bo'ladi. Bitta like bosib, qo'llab-quvvatlab olasiz. Hozir men sizga barcha avtomobillarning ma'lumotlarini beraman. Tigo 2 Pro avtomobilimiz eng kam boshlovchi avtokredit asosida где-то 40 million 42 million bilan chiqadi. Agar rassrochkaga olmoqchi bo'lsangiz, boshlang'ich 30% dan 48 oygacha avtomobil o'zining narxi bo'ladi. Ya'ni 30% 12 oyga, 50% 18 oyga shu tartibda ketadi. Arizo 6 Pro avtomobilimizga kredit asosida olmoqchi bo'lsangiz, eng kam 15% to'lov bilan bo'ladi. Shunda где-то 45 million 50 million atrofida kredit asosida chiqadi. Rassrochka muddati esa 30% bilan 12 oyga, 50% bilan 24 oyga o'z narxini va o'zingizning nomingizga chiqazib beramiz. Xo'p, Tigo 7 Pro avtomobilimizga boshlang'ich to'lov 15% eng kam avtokredit asosida bo'ladigan bo'lsa, где-то 60 million atrofida bo'ladi. Agar rassrochka bo'ladigan bo'lsa, bunda ham xuddi shunaqa 48 oygacha rassrochkalar, boshlang'ich 30% dan 48 oygacha, ya'ni 30% to'lov qilib 12 oyga, 50% to'lov qilib 24 oyga avtomobilni o'zingizning nomingizga chiqarsangiz bo'ladi. 30% bilan lizing tartibida chiqadi. 50% bilan o'zingiz nomingizga chiqadi. Tigo 8 Pro avtomobillarimiz ham xuddi shu tartibda bo'ladi. Boshlang'ich 30% bilan 12 oyga, 50% bilan 24 oyga avtomobil o'zining narxini bo'lib to'lashga chiqazib beramiz. Agar avtokredit asosida bo'ladigan bo'lsa, где-то 70 million 75 million atrofida bosh to'lov bilan chiqarsangiz bo'ladi. Agar sizga avtomobillarni oylik to'lovlari qiziq bo'ladigan bo'lsa yoki boshqa yana qo'shimcha ma'lumotlari sizga qiziq bo'lsa, profilimizga o'ting, Telegram kanalimiz bor. Eydan kirsangiz edi hamma ma'lumotlarni berib o'tamiz. To'g'ri, endi boshladik, bugundan boshladik ma'lumotlarni berishni. Kirib obuna bo'lib qo'ying, hamma avtomobillarning bitta-bitta oylik to'lovi va bosh to'lovlar haqida yanada to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Ekranga bitta like bosib qo'yasiz, qo'llab-quvvatlasangiz negativlamas, iltimos. Qo'llab-quvvatlasangiz xalqimizga yaxshi bo'lsin deb biz harakat qilib eng kam bosh to'lovini yoki rassrochkalarni hammasini ijtimoiy tarmoqlarda yoritib bormoqdaman. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar.